O'zbekiston Respublikasi Davlat gerbi to'g'risidagi qonun 1992-yil 2-iyulda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 10-sessiyasida qabul qilingan. Davlatimiz gerbida xalqimizning tarixi, buguni va kelajagi o'z aksini topgan. Unda tarovatli vodiy uzra nur sochayotgan quyosh tasvirlangan. Bu serquyosh yurtimizga, undagi obod manzillarga ishora. Baland tog'lar oralab oqayotgan daryolar mangulik timsoli bo'lsa, gerbning so'l tomonidagi bug'doy boshoqlari xalqimizning rizq ro'zi butunligidan, o'ng tomonidagi qiyg'os ochilgan g'o'za ifodalangan chambar yurtimizning odamlarining oppoq orzulari, ezgu niyatlaridan dalolatdir. Gerbning yuqori qismida elu yurtimiz jipsligining ramzi sifatida 8 qirrali yulduz tasvirlangan. Uning ichida joylashgan yarim oy yulduz xalqimizning diniy diyonatiga xos muborak timsollardir. Gerbimiz markazida qanotlarini yozib parvozga shaylanib turgan humo qushi tasviri bor. Manbalarda qayd etilishicha, xalqimiz humoni azaldan davlat qushi sifatida tasavvur qilib kelgan. Gerbning pastki qismidagi davlatimiz bayrog'ini ifodalovchi chambar tasmaga O'zbekiston so'zi bitilgan. Tamg'amizdagi barcha ramz va timsollar xalqimizning tinchlik, ezgulik, baxt, saodat, to'kinlik, farovonlik yo'lidagi orzu umidlarini o'zida namoyon etadi. Gerbimiz o'zini shu yurt farzandi deb bilgan har bir inson uchun cheksiz faxr va iftixor manbai. Yoshlarimizni vatanparvarlik, ajdodlarimiz an'analariga sodiq farzandlar etib tarbiyalash yo'lidagi muhim vositadir.